3i Atlas. Bu kundalikli turmushimizning tubdan o'zgarishiga sabab bo'lishi mumkin bo'lgan obyekt. Bir necha oy davomida butun insoniyat og'izlarini ochgancha osmonga termulib o'tirdilar. Va eng qizig'i, bu dramaning qahramonlari ko'plab milliardli sarmoya va uskunalar bilan ta'minlangan observatoriyalar yoki NASA markazlari emas, balki oddiy entuziastlar bo'ldi. Astronomiya ular uchun ish emas, balki ishtiyoq va hayot ma'nosi edi. Ular yer shari bo'ylab tarqalgan cho'llardan to muzli tog' cho'qqilarigacha o'z qo'llari bilan yasagan uskunalari va arzon asbob-uskunalar bilan ham olimlarni lol qoldirishdi. Ular astronomiyaning rivojlanishiga katta hissa qo'shdilar. Ular birinchi bo'lib 3i Atlas haqida yangi ma'lumotlarni olishdi. Ular sayyoramiz ko'zlari va quloqlari edi. Bu obyekt uchinchi tasdiqlangan yulduzlararo mehmon. Boshidan boshlab qoidalarga bo'ysunmay kelayotgandi. Uning rangi o'zgarib turadi. O'z trayektoriyasi hisoblangan gravitatsion modeldan keskin burilishlari go'yoki unga bir ko'rmas kuch ta'sir qilayotgandek yoki ichida dvigateli bordek ko'rinardi. Hamma hushyor edi. Astrofiziklar hisob-kitoblarni qayta tekshirishdi. Bu g'alati hollarni gaz chiqishi, quyosh shamoli yoki kuzatuv xatoliklariga yo'yishdi. Ammo ich-ichidan hamma bilar edi. Bu yerda boshqa gap bor. Va eng hayratlanarlisi, bu kashfiyot butun olam haqidagi tasavvurimizni ostin-ustun qilishga qodir. Bu hodisa hukumat laboratoriyasida ham, NASA markazida ham emas, balki bir oddiy yigit tomonidan boshlandi. Uning ismi Leslie. Chilining Atakama cho'lida dunyodagi eng quruq maskanda yulduzli osmon shu qadar tiniq ediki, somon yo'lini qo'l bilan ushlash mumkin bo'lgandek tuyulardi. U yolg'iz edi. Bir inson cheksiz koinot qarshisida, ammo u to'g'ri jihozlarga ega edi. Uning kuzatuv markazi o'z mablag'iga deyarli 10 yil davomida qurilgan san'at asari edi. 40 dyumli reflektor, jiddiy teleskop, ko'pchilik havaskor qurilmalari ko'ra olmaydigan detallarni ko'ra oladi. Suyuq azot bilan sovitiladigan kamera. Bu oddiy qurilma emas, balki tizimning yuragi edi. Issiqlik shovqinini 0 darajagacha tushirar. Natijada kosmosning sof signallari olinardi. Va eng muhimi, NASA Jet Propulsion Laboratory uskunalari bilan to'liq sinxronlashtirilgan, robotlashtirilgan tizim edi. Oddiy qilib aytganda, Leslie eng yuqori aniqlikdagi kuzatuv tizimini yasagan edi. Dastlab hammasi oddiy tuyuldi. Muzlikdan yasalgan yulduzlararo mehmon ulkan tezlik bilan uchib o'tmoqda va tizimni tark etmoqda. Ammo ko'p o'tmay g'alati belgilar paydo bo'ldi. Uning orqasidan chiqayotgan yashil dum noodatiy ravishda yorqin edi. Spektral tahlillar karbon oksidi va nikelni ko'rsatdi. Bu odatiy kimyo emas va ko'pchilik bu signalni ko'rmaslikka harakat qildi. Ko'rsa ham o'zlarini ko'rmagandek tutdi. Sababi uni tushuntirib berish kerak edi. Olimlarda esa bunga javob yo'q. Ammo 19-sentyabr tuni hammasini o'zgartirdi. O'sha tun Leslie kompyuteri yonida sovuq qahva bilan o'tirib yangi suratlarni kuzatayotgandi. U ko'rgan narsa uning miyasini portlatdi. Asosiy obyekt atrofida 9 ta xira nuqta paydo bo'ldi. Ular mukammal matematik jihatdan aniq safda harakatlanayotgandi. Gravitatsiya bunday qila olmaydi. Tabiiy jarayon bunday simmetriya yarata olmaydi. Leslie suratlarni va FITS fayllarni forumga joyladi. Avvaliga unga kamera xatosi, kosmik nurlarning shovqini deb kulishdi. Ammo 48 soatdan keyin katta teleskoplar ishga tushdi. Hubble Very Large Telescope va Keck. Ularning natijasi bir xil edi. Spektiklar jim bo'ldi. Leslie esa
butun sayyoraning eng muhim odamiga aylandi. Spektral analiz shuni ko'rsatdiki, barcha 9 ta obyekt ham xuddi shu tezlik, xuddi shu trayektoriya va xuddi shu yashil dumga ega edi. Ular birga kelayotgandi. Biz bitta obyekt deb o'yladik, ammo ularning soni 10 bo'lib chiqdi. Spektral analiz bo'yicha obyekt noodatiy tarkibga ega edi. Nikel, kobalt, wolfram va irridiy izlari va yuqori temperaturada erigan metallar. Ular tabiatda bunaqa kombinatsiyada uchramaydi. Eng hayratlanarlisi, 9 ta obyektning o'lchamlari asosiy obyektdan 10 barobar kichkina, lekin energiyasi asosiy obyektdan 2 barobar kuchli edi. Bu aniq tabiat emas, muhandislik edi. Endi savol o'zgardi. Bu nima emas, balki buni kim yaratgan? Astrofiziklar dahshatga tushdi. Asosiy obyektning energiyasi 10 gigavat, har bir kichik obyekt esa 20 gigavat energiya ishlab chiqarmoqda. Bunday quvvatni bunday o'lchamda saqlab turish biz bilgan qonunlarga bo'ysunmaydi. Sababi atom stansiyalarida ham bunday energiya ishlab chiqara olmaymiz. Bizni atom stansiyalarimiz o'lchamlari esa juda katta, lekin ishlab chiqarish quvvatligi bir necha gigavatgina xolos. Bu obyektlar esa o'lchami kichkina, ammo o'nlab gigavat quvvat chiqarmoqda. Bunaqa kichkina obyekt shuncha energiya ishlab chiqarishi va uni kontrol qila olishi odamni qo'rquvga soladi. Skotlex va MIT texnologiya universitetlari olimlari bu obyektlarni superkompyuter yordamida simulyatsiya qilishga urinishdi. Simulyatsiya kollapsga uchradi. Plazmani ushlab turuvchi magnit maydonini yaratish yoki termoyadr yonilg'isini jamlash bunaqa sharoitda mumkin emasdi. Sababi u neytron yulduzi yadrosiga teng bo'lishi kerak edi. Bunaqa texnologiyani esa Yerda yaratish mumkin emas. Olimlar bir nechta gipotezalarni taklif qilishdi. Albatta, siz bilgan shkafni ichidagi bu olim emas, haqiqiy ilm-fan olimlari. Bu bo'lib chiqarish va sintezlar, annihilyatsiya va antimodda. Bu qora energiya katalizi edi. Hammasi bir yerga borib taqaladi. Bu bizning tabiatimiz fenomeni emas. Yana bir savol. Bu obyektlar qanday qilib birdaniga paydo bo'ldi? Dunyodagi eng katta teleskoplar, Yupiter yonidagi Juno, Quyosh yonidagi Parker Solar Probe, Yevropa Yaponiya missiyasi bo'lgan Bepi Colombo oylar davomida 3 oy atlasni kuzatdi, ma'lumotlar yig'di. Ular bu obyektning har bir harakatini sinchiklab o'rganishdi. Lekin ularning hech biri Lesliening suratlariga qadar bu 9 ta obyektni payqamadi. Avelov guruhi hisob-kitoblariga ko'ra, ular 19 sentyabr kuni 02:00 da 01 millisekund ichida paydo bo'lgan. Go'yoki yo'q joydan paydo bo'lgandek. Ularni teleskoplarimiz sensorlarini sezmay ham qolishgan. Avelov ona kemasi nazariyasini ilgari surdi. 3 oy Atlas tashuvchi, qolganlari esa kichik dronlar. Ular maqsadga yaqinlashganda kuzatish uchun jo'natiladi. Asosiy kema esa o'z o'rnida, ya'ni xavfsiz masofada qoladi. Xuddi katta kemadagi akvalanglar suvga tushib, chuqurlikni yoki xavf bor yoki yo'qligini razvedka qilgandek. Avelov bu obyektlar oddiy razvedka apparatlari, eng yomon holda esa avtonom jangari dronlar dedi. Boshqa olimlar esa, shu jumladan futurolog Mityo Kakulo, bunga ilmiy javob topishga urindi. Uning aytishicha, 3 oy Atlas qattiq metal jismli obyekt. U boshqa obyekt bilan to'qnashganda kichkina parchalarga ajralgan. Yonida 9 ta obyekt asosiy obyektning parchalari dedi. Avelov esa, mayli, bu 9 ta obyekt asosiy obyektning parchalari deylik. Qanday qilib bo'lsa ham tabiiy ravishda o'lchamlari bir xil bo'lib ajralib chiqqan deylik. Ammo ular 20 gigavatlab energiya bo'lib chiqara olmaydi. Bu umuman bizning tabiatimizga mos emas. Bu sun'iy obyekt. Bular oddiy bo'laklar bo'lishi mumkin emas, dedi. Keyin ikkinchi zarba ro'y berdi. Koinotda yana bir yulduzlararo obyekt Swan R2 paydo bo'ldi.
U qarama-qarshi tarafdan yaqinlashib kelyapti. U 3i Atlasdan 100 barobar og'ir va 1000 barobar yorqinroq edi. Analizlarga ko'ra, bu obyekt har bir 2200 yilda oylarigacha aniqlik bilan bizni orbitamizdan uchib o'tadi. Bu kashfiyot fikrlarni parchalab yubordi. Ba'zilar Swan R2 ni himoyachi, ikkinchilari resurslar yig'uvchi obyekt, uchinchilar esa bu siklga ega obyekt belgilangan vaqt oralig'ida orbitamizdan o'tadi, xuddi Yer Quyosh atrofidan aylanganiga o'xshab. Lekin nega avvalgi tashriflarida bizga zarar tegmagan degan savollar bilan chiqishdi. Shu yerda tarixchilar o'z ishini boshladi. Miloddan oldingi 2-asrdagi Xitoy bambuk yozuvlarida osmonda yashil ajdaho paydo bo'lgan. Vavilon jadvallarida parchalanish natijasida zilzilalarni keltirib chiqargan yulduz haqida va miloddan oldingi 1000 yillikda yashil mehmon haqida qayd etilgan. Agar bu siklli qaytalanish bo'lsa, demak vaqt yetib keldi. Shuncha ma'lumotlarga qaramasdan, NASA va Yevropa kosmik agentligi olimlari ochiq-oydin bayonot bermaslikka qaror qilishdi. Ular kuzatilayotgan narsalarning Yer sayyorasiga hech qanaqa xavfi yo'q. Biz obyektni kuzatyapmiz va o'rganishda davom etmoqdamiz deb javob berishdi. Lekin Pentagon shtab-kvartirasi va bunkerlarida tez-tezdan yig'ilishlar o'tkazilmoqda. Yashirincha qisman fosh qilingan xabarlarda aytilishicha, ular favqulodda vaziyatlar kelib chiqsa, radioelektron aloqalarni uzib qo'yishdan tortib, butun sayyoralik himoyalanish rejalarini ko'rib chiqayotgan ekan. Xitoy zudlik bilan o'z raketa qurish programmasini kinetikalik bostirib oluvchi raketa yaratishga o'zgartirdi. ESA va xususiy kompaniyalar esa razvedka zondlarini yaratishga bel bog'ladilar. Hukumat esa biz kuzatyapmiz va o'rganyapmiz degan bayonotda turib oldilar. Bu sukunat paranoyani kuchaytirib yubordi. Agar dalillar shunchalik ishonchli bo'lsa, nega hukumat ochiq-oydin buni bizga aytmaydi? Bir so'z bilan tushuntirish mumkin-ku. Bu hech qanaqa kema emas, bu asteroid yoki bir nimalar deb. Ular nimadan bunchalik qo'rqishyapti? Insayderlarning mishmishlariga ko'ra, hukumatlar global mobilizatsiya rejimiga o'tdi. Ilmiy tadqiqot apparatlari rejimi o'zgartirildi. Qo'riqlash sputniklari navbatchilikka qo'yildi. Yirik teleskoplar bo'lgan Arequibo'dan boshlab fast teleskoplarigacha tadqiqot ishlarini to'xtatib, eshitish rejimiga o'zgartirildi. Ular kosmosdan sun'iy signallarni izlashni boshlashdi. Avvalyo Birlashgan Millatlar Tashkiloti Xavfsizlik kengashiga favqulodda sessiya chaqirib, olimlar, harbiylar va siyosatchilardan iborat global ishchi guruhni tuzishni so'radi. Yaderli qurollarga ega mamlakatlar tayyorgarlik ko'rishlarini so'radi. Lekin eng asosiy muammo bu vaqt edi. Muammo paydo bo'lgan payt bizda uni ushlab oladigan apparat yo'q edi. Bu 10 ta obyektning paydo bo'lishi esa bunaqa apparatni yaratish uchun vaqtni yanada qisqartirdi. Tayyorgarlik ko'rishga vaqt yetishmaydi. Oktyabr oyi ham kelib qoldi. Ikkala yulduzlararo jism ham sanalgan kunlar oralig'ida bir necha kun farqi bilan Quyosh sistemasini tark etishlari kerak edi. Dunyo bo'ylab insonlar qo'llariga durbinlarni olib, osmonni kuzata boshladi. Bu endi xira ko'rinadigan noma'lum uchar obyekt videosi emas edi. Garovdagi summa juda katta edi. Bu yerda kim haq yoki nohaq, kim yutadi yoki yutqazadi emas. Garovda pul emas, balki insoniyat hayoti turibdi. Savollar faqat ilm-fan jamiyatida emas, har bir oila stolida muhokama qilina boshladi. Kosmosdagi titanlar jangida Swan R2 va 3i Atlas to'qnashishadimi? 9 ta zond Yerga, Marsga yoki Oyga kelyaptimi? Hukumat o'zga sayyoralik texnologiyalar bor ekanligini tan oladimi yoki buni osmondagi ikkita oddiy meteorit deb bizni ishontirishga urinadimi? Olimlar boshi berk ko'chaga kirib qolganlarida birinchi o'ringa bashoratchilik chiqdi. Qadimgi bashoratlar va muqaddas yozuvlar katta masshtabda munozara qilina boshladi. Vatikan favqulodda kengash chaqirib, kardinallar bashoratning amalga oshishini muhokama qila boshladi.
Ba'zilar uchun bu apokalipsisning xabarchilari, boshqalar uchun ular najot yoki ogohlantirish olib keladigan ilohiy xabarchilar edi. Butun dunyoda yashil mehmonlarni ilohiylashtiruvchi diniy tasavvuf bilan fitna nazariyalarini o'zaro bog'laydigan kultlar paydo bo'ldi. Savol yanada chuqurroq bo'lib chiqdi. Masala faqatgina bu obyekt bizga nimalar olib kelayotgani emas. Masala biz insonlar tarixdagi eng qiyin boshqotirmaga duch kelgan paytimizda inson bo'lib qolamizmi yoki yo'qmi? Shunda edi. Aveliop oxirgi press konferensiyada aytganidek, va nihoyat koinot bizning eshigimizni taqillatyapti. Savol shundaki, biz eshikni ochamizmi yoki kravat tagiga yashirinamizmi? Sizchi aziz tinglovchi, kanalga obuna bo'lamizmi yoki jimgina o'tib ketamizmi? Albatta o'z fikringizni kommentariyaga yozib keting. Xayr, sog', salomat bo'ling.